Qayta saylangan Trump va Uyg'urlar. Uyg'urlar Amerika saylamiga ta'sir ko'rsatganligidek kuchga ega bo'lmasa-mu, lekin Amerikaning tashqi siyosatida muhim o'rinni egallab turmoqda. Bo'libmi 2016-yildan keyin Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligining dunyoga oshkorlanishi bilan Uyg'urlar Amerika-Xitoy munosabatida barg'ancha muhim o'rin olishga boshladi. Amerika hukumatining Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonuni, Uyg'ur majburiy emgakni cheklash qonuni qatorliq hujjatlarni imzolashi bilan Uyg'urlar Amerikaning tashqi siyosatida sal qarg'ili bo'lmaydigan muhim omilga aylanishga boshladi. Halbuki Amerika hukumatining texicha rasmiy holda Uyg'urlarga munosabatlik davlat siyosati shakllangani yo'q. Donald Trumpning bir qitim Oqsaroydan ayrilib qayta prezidentlikka saylanishi Amerika tarixida kam ko'riladigan ish bo'lib, Trumpdan burun faqat birla Amerika prezidenti, ya'ni 19-asrdagi 22 va 24-navbatlik prezident Grover Clevelandla Oqsaroyga qayta kirgan edi. O'zining kuchlik va qattiq xarakteri, shundaqla an'anaviy siyosiyonlardan farqli ish qilishi bilan ko'plagan Amerikaliklarning umid yulduziga aylangan Trumpning qayta prezidentlikka saylanishi ko'plagan Uyg'urlarni hayajonga soldi. Halbuki oldingi navbatlik prezidentlik mezgilida Uyg'urlarni biror qitimmi tilga ilib boqmagan Trumpdan Uyg'urlar nimalarni kutalaydi degan masala cho'qim sovuqqonlik bilan o'yinib beqishga arziydi. Trump o'zining ikkinchi navbatlik prezidentlik musobaqasining tunji kunida 26 ma'muriy buyruqqa imzo qo'ygan bo'lib, bularning ichida Xitoyni cheklaydigan biror buyruq yo'q. Bu ma'muriy buyruqlar ichida Amerika uchun zarur bo'lgan ba'zi buyruqlar bo'lsa-mu, talash tartish va g'ulg'ula sabab bo'ladigan ba'zi buyruqlarmi bor bo'lib, Amerika Oliy sudi chiqargan TikTokni cheklash qarori Donald Trumpning buyrug'i bilan kechiktirilgan. TikTokni cheklashga Uyg'urlar nihoyat ko'ngil bo'lib kelayotgan bo'lib, uning cheklanishi Uyg'urlarni birdamlik bo'lsa-mu g'alaba shodligiga muyassar qilgan edi. Hozir TikTokning 75 kun to'shqandan keyin davomli cheklanishi yoki cheklanmasligi aniq emas. Donald Trump o'zining birinchi qitimliq prezidentligi mezgilida Uyg'urlar masalasini tilga ilib boqmagan bo'lsa-mu, Amerika hukumatidagi Mike Pompeo va Amerika parlamentidagi Marco Rubio'larning tirishchanligi bilan Uyg'ur masalasi o'ttirg'a chiqqan va Donald Trump 2020-yili Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonuniga imzo qo'ygan edi. Gerçi Amerika davlat ministri Mike Pompeo Trump hukumatining eng oxirgi kunida Xitoyning qilmishini irqiy qirg'inchilik deb jakarlagan bo'lsa-mu, Trumpning Uyg'urlar duch kelgan bu irqiy qirg'inchilikqa ko'ngil bo'lib ketmaganligi ko'plagan ishonchli manbalardan ma'lum bo'lgan. Trump hozirgacha Uyg'ur qirg'inchiligini emas, Uyg'urlarni hech qanday so'rinda tilga ilib boqqani yo'q. Agar biror muxbir Trumpdan o'tgan qitimliq prezidentligingizning oxirgi kuni sizning davlat ministrligingiz Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan qilmishini irqiy qirg'inchilik deb jakarlagan edi. Siz hali ham shu qarashda ching turamsiz deb so'rab qolsa, uning nima deb javob berdiganligi aniq emas. Trump o'zining birinchi navbatlik vazifasi mezgilida boshda Amerika shuari bilan Amerikani gullantirish maqsadidagi ba'zi siyosatlarni yurgizgan bo'lsa-mu, ba'zi xalqaro tashkilotlardan chekinib chiqish bilan so'rinni Xitoyga tashlab bergan edi. Bu qitimmi yana birinchi kunila ma'muriy buyruq e'lon qilib, Parij muhit kelishimi va Dunyo Sahiyya tashkilotidan chekinib chiqdi. Amerikaning xalqaro organlardan chekinib chiqishi Amerikaning dunyodagi rahbarlik o'rnini ojizlashtirishi va bu bo'shliqni Xitoy fursat bilib texmi kuchayishi mumkin. Donald Trumpning boshda Amerika siyosati garchi Amerikaning o'z ichida gullanishga foydali bo'lsa-mu, Donald Trumpning Amerika azaldan aralashib kelgan masalalarni bizning ishimiz emas deb chetga qiqishi Amerikaning dunyoviy rahbarlik o'rnini tavritib, Amerikaning ittifoqdoshlarini Amerikadan yiroqlashtirish rolini o'ynaydi. Bundaq ahvolda Donald Trumpning nazarida Uyg'ur masalasi Amerikaning masalasi bo'lishdan texmi yiroqlab ketishi mumkinmi deydigan andishlarning bo'lishi nihoyat tabiiy. Donald Trump Xitoy raisi Xi Jinpingni o'zining vazifaga o'ltirish murosimiga taklif qilgan bo'lib, Xi Jinping o'zining o'rniga muavin Xitoy raisi Han Jingni avatgan. Donald Trump Xi Jinping bilan 17 yanvar telefonda ko'rishgan bo'lib, u o'zining
ijtimoiy taratquv hisobotida uchur yo'llab, ko'rishishning har ikki taraf uchun nihoyat yaxshi bo'lganligini aytgan. Ko'rishda ular soda, fentanil va TikTok masalalarini so'zlashgan. Xitoy navbatda Donald Trump prezidentligidagi Amerika bilan munosabatni yaxshilashga taqozo bo'lmoqda. Agar Amerika hukumati Xitoy bilan munosabatni yaxshilashga oldirsa, Uyg'ur masalasining bo'libmi irqiy qirg'inchilik qarorining qanday bo'lishi aniq emas. Gerçi Donald Trumpning Uyg'urlar haqidagi maydoni talash tartish ichidagi masala bo'lsa-mu, lekin bu yangi hukumatda Uyg'urlarni qo'llaydigan ba'zi kishilar eng kuchli rahbarlik o'rinlarini egallagan. Bo'libmi, davlat sekretari Marco Rubio bilan davlat bexatarlik danishmani Mike Waltz Uyg'urlar uchun izchil sado chiqarib, Uyg'urlar masalasini irqiy qirg'inchilik deb jakarlashga zo'r kuch qo'shgan kishilar bo'lib, ularning yangi hukumatda eng huquqli o'rinlarni egallashi Uyg'urlarga umid va jasorat bag'ishlaydigan cho'ng ish. Donald Trumpning Xitoyga qattiqligi bilan to'nilgan bu ikki kishini tanlashi hargiz tasoddifiy ish emas. Halbuki Uyg'urlarga eng muhim bo'lgani mushundaq fursatdan qanday foydalanish. Agar biz o'z ishimizni o'zimiz qanday qilishni bilmasak, har qanday kuchli qo'llovchimi bizga umid ilib kelolmasligi mumkin. Agar Marco Rubio davlat ministri bo'lgan mezgilda Amerikaning Uyg'ur siyosati shakllantirilsa, Uyg'urlar uchun haqiqatan umidlangudek ish bo'lgan bo'ldi.